Hurmatli obunachilar, bugun sizlar uchun 4,5 sotixda joylashgan uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Juda arzon narxda, hattoki bu narxga 2-3 xonali kvartirani ham sotib ola olmaysiz. Uyimizning fasad qismi mana shunday ko'rinishga ega. Gaz, suvdan umuman muammosi yo'q. O'zining kanalizatsiya quvurlariga ham ega. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, oldin aytganimizdek 2 yoki 3 xonali uyni, kvartirani puliga egalar berib yuboramiz deyishyapti. Pul zarurligi uchun uyni narxini 89 ming so'rashyapti. Yana barakasi uchun bir nima o'tib ham berishadi. Pastda egalarning raqamlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib uyni sotib olishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshagan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.